Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, hurmatli talabalar. Mana bugun biz sizlar bilan favqulodda vaziyatlarda yong'in bilan bog'liq bo'lgan favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakatlanish mavzusi bo'yicha gaplashib o'tamiz. Avvalambor men o'zimni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti atrof muhit muhandisligi va hayot faoliyat xavfsizligi kafedrasida assistent o'qituvchi, ismim Ruslan, familiyam Samanov. Ushbu kunda men sizlarga yong'in bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakatlanish mavzusi bo'yicha, ya'ni ma'ruza mashg'ulotimizni davom ettiramiz. Endi ushbu mavzu bo'yicha rejaga o'tadigan bo'lsak, demak ushbu mavzumizda quyidagi rejalarni o'z ichiga olib o'tadi. Yong'inlar va ularning yuzaga kelish sabablari. Birinchi rejamiz va ikkinchi rejamiz aholini yong'indan oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar, ya'ni tayyorgarlik ishlari bo'yicha gaplashib o'tamiz va keyingi uchinchi rejamiz, ya'ni aholini yong'in vaqtida harakat qilish bo'yicha tayyorgarlik ishlari bo'yicha gaplashib o'tamiz. Hurmatli talabalar, mana yong'in vaqtida, ya'ni fuqarolarimizni, mehnatkashlarimizni, ishchi xodimlarimizni to'g'ri harakatlanish va o'z vaqtida harakatlanish, xavfsizligini ta'minlash va kelib chiqishi mumkin bo'lgan talofatlarning oldini olishga qaratilgan asosiy chora-tadbirlar bo'yicha ham to'liq va keng qamrovda gaplashib o'tamiz. Shunday ekan, mashg'ulotimizning maqsadi tinglovchilarning, ya'ni yong'in bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakatlanish va kechiktirib bo'lmas ishlarni o'z vaqtida, ya'ni harakatlanish, bajarish ko'nikmasiga ega bo'lish masalasi bo'yicha gaplashib o'tamiz. Mavzumizning dastlabki kirish qismida mana endi mavzumuzni boshlab boryapmiz. Endi mana shu joyda to'xtalib o'tib ketishimiz kerak. Yong'in xavfsizligi bo'yicha avvalambor yong'in o'chirish vositalari bilan qisqacha tushuntirib o'tsam. Yong'in o'chirish vositalari birlamchi va ikkilamchi o't o'chirish vositalaridan iborat bo'ladi. Birlamchi o't o'chirish vositalari bu mana meni yonimda turibdi. Bu yong'in o'chirish OP5 Огнетушитель порошковый, ya'ni kukunli o't o'chirgich. Bu 5 nima? Bu og'irlik kilo vazn hisobida, ya'ni 4 ta sinfga mo'ljallangan, quyidagi 4 ta sinfga mo'ljallangan yong'inlarda foydalanish va o'chirish imkoniyatini beradi. Avvalambor bu dastlabki yong'in o'chirish uchun qo'llaniladigan, ya'ni birlamchi o't o'chirish vositasi. Ushbu birlamchi o't o'chirish vositasida quyidagi, ya'ni parametrlar bo'yicha tushuntirib o'taman. Bu sifon, ya'ni yo'naltiruvchi trubka va ichki qismida sifon trubka mavjud bo'lib, shuningdek manometr datchiklar va tepki deymiz. Ushbu tepki va qistirma, ya'ni xo'p, bexosdan ishlab ketishini oldini olishga qaratilgan asosiy teka qistirmamiz mavjud. Endi birlamchi o't o'chirish vositalari, nima uchun kerak? Bu yong'inning dastlabki boshlanish jarayonida kerak bo'ladi. Endi ikkilamchi o't o'chirish vositalariga nimalar kiradi? Ikkilamchi o't o'chirish vositalariga o't o'chirish mashinasi, zaxira suv ombori, shuningdek tashkil etilgan yong'in o'chirish moslamalari va qurilmalari kiradi. Birlamchi o't o'chirish vositalariga esa kigiz, lapata, qum lapata deymiz va bundan tashqari lom, birlamchi o't o'chirish, ya'ni Огнетушитель va o'sha kerak bo'ladigan barcha, ya'ni birlamchi o't o'chirish vositalari bo'yicha yana ham to'xtalib o'tamiz. Endi to'xtalib o'tishimiz dars davomida o'sha birlamchi va ikkilamchi o't o'chirish vositalari bo'yicha kengroq gaplashib o'tamiz. Endi yong'in bo'yicha qisqaroq tushuntirib o'tamiz. Endi yong'in o'zi nima? Yong'in insonlarning hayoti va sog'lig'iga, shuningdek yuridik va jismoniy shaxslarning mol-mulkiga, shuningdek atrof muhitga zararli ta'sir o'tkazishi nazorat qilib bo'lmaydigan yonish jarayoniga aytiladi. Nazorat qilib bo'lmaydigan deganda qanday? Yong'inlarimizni ma'lum manba ichida, misol uchun deylik pechka yoki bo'lmasa ichki yonuv dvigatellar, bular tartibga olingan va maxsus manbada yonish jarayonida sodir etiladi. Bunda har birining vazifasi quyidagicha ko'rishimiz mumkin. Oddiygina yonuvchi pech yoki qozonxonamizda hisobga oladigan bo'lsak, bu qozon suvni isitish uchun mo'ljallangan. Endi nazorat qilib bo'lmaydigan yong'in bu, ya'ni haqiqiy o'sha yonish jarayoni tartibga olinmagan va ko'ngilsiz holatlarning kelib chiqishiga asosiy sabab bo'ladi. Endi
Yong'inlarning yuzaga kelish sabablari quyidagicha ko'rishimiz mumkin. Avvalambor, har bir sohada demak elektrlashtirilmagan sohani o'zi bo'lmasa kerak. Mana shundan elektr uskunalaridan noto'g'ri foydalanish. Elektr uskunalaridan noto'g'ri foydalanish bu degani texnik parametrlar, shuningdek nosoz elektr uskunalari va elektr uskunalarini nazoratsiz qoldirish, belgilangan yo'riqlovlarga amal qilmasdan, xavfsizlik madaniyatiga e'tibor bermasdan ishlatish natijasida yong'inlarning sodir bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, olovdan ehtiyotsizlik bilan foydalanish natijasi bu olov, ya'ni insonning hayotiga tahdid soladigan va insonning hayotiga ko'ngilsiz, baxtsiz hodisalarni soladigan, ya'ni xavf bo'lib hisoblanadi. Endi yong'indan to'g'ri munosabatda foydalanish bu har bir inson, xoh oilada, xoh ta'lim muassasasida, xoh tashkilot muassasalarida barcha soha vakillari bu yong'in xavfi bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lishlari shart bo'lib hisoblanadi. Endi mana keyingi o'quv savoliga o'tadigan bo'lsak, aholini yong'indan oldini olishga qaratilgan tayyorgarlik ishlari. Avvalambor, yong'in sodir bo'lishidan oldin yong'in bo'yicha aholini maktabda yosh o'quvchi, talaba, yoshlar hamda maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanayotgan bog'cha yoshlari, ya'ni tarbiyalanuvchi yosh farzandlarimiz ham ushbu holat bo'yicha to'liq tushuntirib o'tishimiz asosiy maqsadimiz bo'lib hisoblanadi. Sababiki, kelib chiqishi mumkin bo'lgan yong'in bilan bog'liq holdagi ko'ngilsiz, baxtsiz hodisalarning oldini olish bu har birimizning asosiy maqsadimiz bo'lishi shart. Endi mana yong'in oddiy kundalik hayotimizda, shuningdek yong'indan noto'g'ri foydalanish va yong'in vaqtida yong'in bilan tez reaksiyaga kirishib ketadigan, ya'ni yonuvchi va portlovchi moddalarning oraliq masofalari, saqlash qoidalari, shuningdek yong'in bilan bo'ladigan ko'ngilsiz, baxtsiz hodisalarni har bir inson ongli ravishda to'g'ri munosabat o'rnatishi talab etiladi. Endi keyingi slaydimizga o'tadigan bo'lsak, xo'p, mana kundalik hayotimizda yong'inlarning sodir bo'lishi. Kundalik hayotimizda elektr rozetkalarimiz yosh farzandlarimizni e'tiborsiz qoldirish natijasida, shuningdek elektr qurilmalaridan noto'g'ri maqsadlarda foydalanish va inson harakatlanish jarayonida, yo'llarda harakatlanayotganda avtotransport vositalarining, ya'ni yo'l harakat hodisasi natijasida avtotransport hodisalari sodir bo'lishi natijasida yong'inlar, shuningdek portlashlar sodir bo'lish ehtimoli oshib ketadi. Bu yerda qisqa tutashuv birinchi manba, ikkinchi manba o'sha qisqa vaqt ichida metallarning to'qnashishi, suyuqlik yonuvchi moddalarning tezkor harakat qilish natijasida yong'inlarning sodir bo'lishi va turli xil sabablar bilan yong'in sodir bo'ladi. Yong'in vaqtida qanday harakatlanishimiz kerak? Avvalambor, har bir inson yong'in haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lib, yong'indan himoyalanish, himoya vositalaridan to'g'ri foydalanish qoidalari bo'yicha nima qilishimiz kerak? Bilim ko'nikmaga ega bo'lishimiz kerak. Hurmatli talabalar, biz yong'in haqida to'liq ma'lumotni olishimiz uchun avvalambor har birimiz aytilayotgan har bir so'z, har bir misollarni o'z hayolimizda, o'z ko'z o'ngimizda nima qilishimiz kerak? Ya'ni ko'z o'ngimizdan o'tkazishimiz kerak. Bu fan hayotiy fan, hayotimiz davomida juda ham ko'p duch bo'ladigan, ya'ni juda ham ko'p o'sha holatlarga tushishimiz, holatlarni kuzatishimiz, holat ishtirokchisi bo'lib harakatlanishimiz ham mumkin. Bu esa yaxshi holat emas. Avvalambor, yong'in bilan bo'ladigan ko'ngilsiz, baxtsiz hodisalarda to'g'ri harakatlanish qoidalari bo'yicha nima qilishimiz kerak? Bilim ko'nikmaga ega bo'lishimiz kerak. Keyingi slaydimizga o'tadigan bo'lsak, mana yong'in vaqtida fuqarolarimizni yong'in o'chirish vositalari, bu barcha soha yo'nalishlarida faoliyat yuritayotgan ishchi xodimlar, mehnatkashlar, o'quvchi, talaba, yoshlarning nimasiga bog'liq? O'sha ta'lim muassasalaridagi tashkil etilgan yong'in o'chirish vositalaridan qanday maqsadlarda, ya'ni to'g'ri maqsadlarda foydalanish qoidalarini bilib olishimiz kerak.
va yong'in haqida xabar berish signallari, yong'in o'chirish ko'ngilli drujinalar, ya'ni ko'ngilli o't o'chiruvchi guruhlar va yong'in birlamchi va ikkilamchi o't o'chirish vositalari va yong'in sodir bo'lgan vaqtda harakatlanish qoidalari bo'yicha to'liq bilim ko'nikmaga va birlamchi yo'riqlovga ega bo'lishimiz kerak. Endi xulosa qilib aytganda, bir so'z bilan aytganda, yong'inning dastlabki vaqtida bir stakan suv bilan o'chirish imkoniyati mavjud bo'lgan vaqtda e'tiborsiz bo'lishimiz, vaqtni o'tkazib qo'yishimiz, vaqtni yo'qotishimiz, ma'lum minutlar, soniyalar ichida uni 1 tonna suv bilan yoki bo'lmasa 10 tonna suv bilan o'chirish imkoniyatiga ega bo'lmasdan, ya'ni yong'in bilan bo'ladigan ko'ngilsiz, baxtsiz hodisalarning kelib chiqishiga va zamin yaratishiga imkon bergan bo'lamiz. Shunday ekan, har bir jarayonda vaqt g'animat, ya'ni yong'indan to'g'ri harakatlanish, ya'ni yong'in sodir bo'lgan vaqtda to'g'ri harakatlanishda vaqt kesimini, taqsimotini to'g'ri tashkil qilishimiz kerak. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda yong'inlarning asosiy qismi va ularning keladigan moddiy zararlar miqdori 50% ga yaqini aholi yashash joylariga to'g'ri kelyapti. Buni statistik ma'lumotlarda ham ko'rishimiz mumkin. Va aholi yashash joylari va ish joylarida yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilinishi lozim bo'lishi uchun avvalambor korxona muassasalarida yong'in xavfsizligi bo'yicha javobgar shaxslarning biriktirilishi, buyruq asosida ushbu, ya'ni yong'in xavfsizligi bo'yicha javobgar shaxslarning tashkil etilishi bu yong'in xavfini oldini olishga, ya'ni asosiy sabab bo'ladi. Shuningdek, bu esa fuqarolarning hayoti, sog'lig'i va mol-mulkining xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Hurmatli talabalar, mana bugun sizlar bilan o'tadigan favqulodda yong'in bilan bo'ladigan favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakatlanish qoidalari bo'yicha harakatlanish mavzusi bo'yicha, ya'ni o'tadigan mavzumizda, ya'ni savollaringiz bo'lsa, marhamat savol berishlaringiz mumkin. Savollaringiz bo'lmasa, e'tiboringiz uchun rahmat.